Inson bir narsaga odatlansa, o'sha ishni bajarish u uchun mushkul bo'lmaydi. Masalan, Ramazon oyida 30 kun roza tutgan inson uchun boshqa oylarda nafl rozasini tutish yengil bo'lishi tabiiy. Aytaylik, ushbu Shavvol oyida 6 kun roza tutish tavsiya etilgan. Uning qanday fazilatlari borligi esingizdami? Diqqat qiling. Ramazon rozasini tutib bo'lgach, Shavvol oyida ham 6 kun roza tutadigan bo'lsangiz, yil bo'yi roza tutgandek bo'lasiz. Ya'ni bir savobli ish 10 barobar ko'paytirilishini hisobga olsak, Ramazon rozasi 30 kunining 10 barobari 10 oy, ya'ni 300 kun. Shavvol oyining 6 kun rozasi esa 60 kun, ya'ni 2 oy bo'ladi. Jami 360 kun, ya'ni 1 yilni tashkil etadi. Natijada inson butun yil bo'yi roza tutgandek bo'ladi. Siz Shavvol oyining 6 kunlik rozasini xohlang ketma-ket, xohlang oy davomida bo'lib tuting, fazilati teng bo'ladi. Biz eslatdik. Sizga esa himmat, tansihatlik, baraka tilaymiz.